Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugun biz bir kitap to'g'risida suhbat o'tkazmoqchi. 2018-yili Umi Shimshak tarafidan Uchar universitetida bir kitap nashr qilindi. 2019-yil aprel oyida bu kitobning Uyg'ur tilida tarjimasi qilindi. Bu kitobning ro'yobga chiqishida Abdulaziz Oqqon efendim bilan Abdurahim Davlat efendimning bir nəhayət cho'ng töhfəsi var. Bu kitaptaki qandaq ro'yobga chiqish jarayonini biraz qisqa to'xtalib o'taylik. Aldı bilan bu kitobni tarjima qilgan Abdulaziz Oqqon efendimning so'zini boshlasak bo'ldi. Abdulaziz Oqqon efendim, siz qanday bu kitobni tarjima qilishga olishib qoldingiz? Aslida kitobning mening bu kitob bilan tanishishimni bir tasodifiylik desak bo'ldi, chunki men rost gapni qilsam bu bir kitobning bog'liqidan xabarim yo'qdi. Bir balalar bilan ailekiler bilan bir yolda ketib o'tib, mashinada muqaddima qismini o'qidik. Bizning cho'ng o'g'lim bu kitobning muqaddima qismini o'qidi. O'qigandan keyin menga biroz chaqchaqdak tuyuldi. Uyg'urlarning hayotini ifodalayotgan, ammo garchi Polsha haqidagi kitobgan deb turib o'qigan bo'lsa-mu turkchisini. Ya'ni Polsha degan gapni chiqarib olsaklar, dal Uyg'urlarning hayoti tasvirlanyapti kitobda. Undan keyin men muqaddimasi tugagandan keyin uyga keldim. Shu kunisi boshlab o'qidim kitob. Turdik, qisqalan bir kitap. Bir adam o'qiy deb qolsa, meni turkcha olsun, meni uyg'urcha olsun 3-4 soat ichida o'qib tugatgan bo'lgan bir kitap. Kitobni o'qigandan keyin bu cho'qim tarjima qilinishi kerak bo'lgan kitobga. Chunki bir millat agar o'zi duch kelgan fojialardan, milliy fojialardan qutulish uchun kurash qiladigan bo'lsa, bu kurashning qanday bo'lganligi, boshqa millatlar bu kurashlarning qanday qilganligi masalasi haqida insonni o'ylantirdi ekan. Bizning qilayotganimiz yetarlikmi degan bir savol tug'ildi ekan insonda buni o'qish jarayonida. Shundan keyin men buni darhol tarjima qilish niyatiga keldim. Men 10 kun ichida asosan tarjimasini tugatdim. Endi polshaliklarmi bizga o'xshashlar, mayli o'qitish jihatda bo'lsin, madaniyat san'at jihatda bo'lsin, yoziqchilik jihatda bo'lsin, bir millatning milliy kimligini aks ettiradigan hamma narsa cheklangan bir muhit ifodalangan, tasvirlangan, shu jarayondagi hayot tasvirlangan bir asar bo'lg'achqa, bizning bularni ugundigan nurg'un narsalarimiz bor ekan degan tuyg'uda boshladim va tarjima qildim. Tarjima qilgandan keyin tahrirligini do'stimiz Abdurahim Davlat ustiga oldi. Siz hozir kitobni tarjima qildingiz. Mush kitobning ismini diqqatingizni tortdimi? Uchar universitet. Uchar universitet amaliyotda dastlabda anlagan insonga biroz g'alati tuyuldi. Hatta uyg'urchasini hozir ko'rsammi, garchi kitob chiqqili 1 yil atrofida bo'lib qoldi. 1 yilga yaqinlashibdi. Hozir ko'rsammi, universitet uchamdi degan masala uchar kelam deb angladik. Ammo uchudi ekan. Masalan, bizning uyg'urcha bir yozilgan nima eshak ucham bo'lsa, uchursa uchudi deb. Demak, bu millat universitetini ma'rifini uchiribdi ekan. Cheklangan bo'lg'achqa bizning o mamlakatimizdagi, masalan, bu yarastiga o'tkazilgan madrasalarga o'xshash bir butun ma'rifni yarastidagi maxfiy o'rinlarga yo'tkab, sistemalik ma'rif olib qolgan bir qancha qaror o'qish bitgan avvallar bo'lgan nimada. Demak, bu yerda universitetning uchqanlik emas, bu bir yo'tkilishchan universitetni tasvirlayapti kitobda. Ya'ni rasmiy biz ko'rib turgan sinfdagi binalardan yarastig'icha, yarastin hatto o'zlarigacha. Shunday. Ya'ni ularniki mam kitobni o'qishari shuni his qildimki, ularning nazarida universitet faqat bir yerda bo'lmaydi. Universitet butun dunyo universitet, butun dunyo maktab degan shu ko'z qarashlar harakat qilgan degan tushunchaga keldim. Bu narsa ikkinchi bir masala, masalan, universitet yarastiga kirdi, ma'rif sohasidagilar, xususan o'qituvchilar davlatning maktablarida, garchi o davrda Polshaning kitobni o'qiganlar his qilgan bo'lishi mumkin, ham Rossiyaning ta'siri va Avstriyaning ta'siri va Germaniyaning ta'siri va shunda bir muhitda qolgan bir rayon Polsha zimni. Shu da sharoitda shu davlatning maktablarida o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilar hayotini do'g'ri tikib, jenini do'g'ri tikib turib, kelib yarasti maktablarda fizikadan, ximiyadan, san'atdan, adabiyotdan, dindan, hamma narsadan, bunun ichida poppa, ximiyachisi va fizikchisi va hammasi bor. Bizda kelib o'qidik deb bir sohaga markazlashib olib, boshqa butun sohani tashlab ish yo'q. Bir universitetda qanday talab bo'lsa, bu talabning hammasi yer ostida ijro qilingan. Hatto bu universitetning ichida ayollarning qatlami, ayollarning zulmi intayin cho'ng. Gerçi sohbat jarayonida nimaga keldi? Ya'ni bu dunyo tarixida iz qoldirgan ayollar var shu universitetning mahsuloti.
Abdurrahim Dövlet efendim, siz bu kitapni tayyorladingiz Uyg'urchasini. Siz qanday taassurot keldingiz? Ben dastlabki bu kitobni qo'limga olgan vaqtda darhol o'qib tugatdim. O'qib tugatib bo'lib, nihoyat hayajonlandim. Shundan Abdulaziz efendimga telefon qildim. Bu kitap chet eldagi har bir Uyg'urning uyida chuqur bo'lishga tegishli kitobga dedim. Chunki bu kitap menga bir qancha nuqtalarda bir xil meni cho'qur o'ylantirdi. Chunki o'qish davomida biz tabiiyla bilib bilmay o'zimiz bilan selishtirib ekanmiz. Bular qila olgan ishlarni biz qanchalik qila oldik deb. Chunki cho'ng jihatdan taqdirlashmiz. Ya'ni kitobni his qila olamiz. 300 yilga yaqin uzun bir tarixiy bosqichda polshaliklar Rossiya, Germaniya, Avstriyaning orasida xuddi yo'g'on 3 mushukning oldida qolgan bechora chashqandek birdan Avstriya besib olgan, undan keyin Germaniya besib olgan, undan keyin Rossiya besib olgan. Ammo 300 yil davomida hech bir zaman bular o'zining erkinlik tushidan hech bir zaman voz kechmagan. Yani ularning yetakchilari, ziyolilari, yo'lboshchilari emas, butun millat xarakterlik voz kechmagan. Mesela bir qancha misollar bor. Halqi bu yolg'on bo'di ya deb men ishonishtinmi da? Halqi ishonmay qolgan. Masalan, halqi shu vaqtda Germaniya besib olgan vaqtda deyman. Germaniyaning Varshavadagi bosh shtabining atrofida Aşın etrafındaki öğlediler okuyatkan okuyuşunun sani 4000 etrafında idi deyildi. Ondan keyin bütün mektep müdürleri, okuyucular hemmesi til biriktirip aslışalaydı özara. Yani işgalci hükümet bekitip bergen dersliklerini öğretmezsin, üzerine dersliklerini öğütüp, o da tekşük gelgen vakitte derhal tekşük geldi diyen 2 yıllar Üzerine derslerini tıklayıp başka dersini üstten aldığı gelip bu kadar maşini okşaş maslaşalaydıgan makul haletine ben işin işitimi biraz kıyınaldım hem de. Çünkü biz vatanımda kılanmagan. Bizim marifimiz mesela dini marifimiz ait çeklik bir rayonda çembreklerde çeklengen. Ondan keyin onun da nesixanası bütün millet bir küreş azası. Herkes bayan degandek bir qancha adam emas. Yoki bir qancha ziyoli, yoki bir qancha pop emas, yoki bir qancha harbiylar emas. Mesela bayonqi misol shu. Oilalarda hatto. Mesela biz Kiyoyi xonimni hammamiz bildik. Men Kiyoyi xonimning bir fizik olim ekanligini bildim. Ammo uningda asli uning shu vaqtdagi shu Uchoq universitetida yetilgan, shu yerda o'qigan, keyingi magistrlik doktorligini chet elda o'qiganligini shu vaqtda his qildim. Agar u to'liq kurs ma'lumotini shu maktablarda olmasa, yani tekrar bizi tesirlendiren bir tarafı o gündüz okup keşfte yazıları verip yazdaki dıkallarının ballarının savadını çıkardı. Yani o ben bir fizikçi, ben üzerine fizikçisi yaxşı öğrensem bulduğu emez. Ben bir taraftan fizikçi ama yani bir taraftan ben milletimge nispeten bir akartkuçu da buyuruyorum. Bu noktadan çetlerdeki barlık bilim ilgilerine, bizim ziyalilerimizde bir sual hem. Siz zaten üzerinizden kesbinle adım mı ya ki en aval siz milletinizden bir azası mı? Siz kesbinizde kılışıyla birge milletimiz için yani nimalarni qilyapsiz yoki qilishga tegishli degan bir savol so'radi. Ana degan kitob bizga biz qila oladigan va qilishga tegishli ham ishlarni ko'rsatgan deb bo'ladi. Doim so'ralgan savollarning biri shu. Biz nima ish qila olamiz? Biz nima ish qila olamiz? Ammo hech bir zaman bu savollarga biz qanoat hosil qilmaymiz. Chunki biz izlayotgan savollarning javobi biz bugun nonni yeyib qo'ysak, birdan pishirgan, xuddi tunuga non yoqqanga o'xshash tayyor javob izlaymiz. Ya'ni tiz bo'lish kerak ishlarimiz. Ama kanuniyet bunda emas ekan. Ama bunun da chet eldagi barliq Uyg'urlar o'zining kimligi, madaniyati, dinini, shu polshaliklar o'zining madaniyati va kimligini qo'g'digandek yuksak bir uyg'unishda, shu uyg'oqlikni qo'g'disa, shunga tirishsa, kelgusimiz yana parlaq bo'ldi deb ishonishga bo'ldi ekan. Ama onun da üçüncüsü o'qish davomida his qildim. Endi bu kitobni mana ko'rdik. Nihoyat qisqa bir kitap. Ama bu polshalikning 300 yilga yaqin tarixini bunda bir qisqa kitobda aks ettirish mumkin emas. Agar biz buni uşaq hikoyalar, detallarga kelsak, balki bizning yuragimizni larzaga soladigan nurg'un hikoyalar bo'lishi mumkin. Unda da demak cho'g'ini nuqul polshaliklar emas, bu yaqinqi zamon dunyo tarixida o'zining hurligi uchun kurash qilgan millatlarning tarixini Uyg'urlar cho'qim o'qish kerak, tadqiq qilish kerak, o'rganish kerak deb o'yladim. Chunki zolim bilan mazlumning munosabati ma'lum jihatda farqlansa ham cho'ng jihatdan qonuniyatlarni o'xshaydiganligini his qila olamiz. Masalan, bu shuningda Germaniyalikni biz olgan vaqtda
Onu işletildiğin, dixançılık işletildiğin ketmenge o'xshaydigan narsa şeklini var. Germanca qilsadan o'zgartirlik uchun. Bu xuddi bizning vatandagi aqlga sig'dirolmaydigan assimilyatsiya siyosati bilan ma'lum jihatda o'xshib ketyapti. Mos keldi. Andan keyin bu siyosiy mujodalaning, ya'ni bir hurlikka erishmoqchi bo'lgan millatning mujodalasi ne kadar rahimsiz, ne kadar real, ne kadar soğuk narsa ekanligini texim cho'nqi his qilganmiz. Nurg'unlarimiz hozir qadar manaligi bu rahimsiz reallikqa haqiqiy yuzlanadigan deb o'ylamayman. Biz yana qonmi oqqizmay, yoshmi to'kmay, termi oqqizmay bu ishimizning siliq amalga eshishini tushunayapmiz. Bo'lsa dushmanga to'ydirmay, bo'lsa dushmanga to'ydirmay maqsadimizga yetib olsak deb o'ylayapmiz. Ammo ayetki 300 yillik tarix degan qisqa bir tarix emas. Bu ailedən evlatga qilayotgan bir mücadele ruhi var. Bu noktadan chet eldagi barliq Uyg'ur oilalari amaliyotda birdan istihkom, birdan jangga. Her bir dada, her bir ana amaliyotda nuqul dada analar emas, balki o bir mujohid, o bir jangchi, o bir askar. Anamı shundoq, dadamı shundoq. Mening his qilganim, yani biz nuqul kurash degan vaqtimizda jang maydoni esimiz keldi. To'g'ri. To'qinish esimiz keldi, yani qattiq kuch esimiz keldi. Ammo qandaqdir kurashniki bilim bilan, medeniyet bilen, ma'rif bilen, terbiye bilen bulduğumuz unutup kalımız. Doğru. Ama hazır siz de ötkenizdek bu ma'rif deyimiz, bilim deyimiz, bu terbiye deyimiz nayet uzun musabılık. Nurgu vaqt ilap kıldığan, sevr ilap kıldığan bir ceryan ki. Onda olğan kim Polşalıklarının mı asas dikkat kılgan ya ki en ehemmiyet egen nesisi jang meydanı rasmi küreş kılgan, onundan bekirak bilimge, ma'rif ehemmiyet begen. Yani bu ceryanı uzun musabılık ceryan dep qaragan ve müşarkılık üzünki niyetiga yetgan. Dal mush Uchlar universiteti degan taqdirdimi? Albatta Polshaliklarni bir mustamlika oldidan uchurup yoki bir vosita bo'libchi boshqa bir mustaqillik hurlik olgan. Ya'ni bir aeroplandek rol o'ynagan. Bu yerlik aeroplan men o'ylig'imda bilim, ma'rif, tarbiyadan boshqa bir narsa emas. Şu an bunun murakkab bir jarayon, bu uzun vaqt bir kurash ketdi. Shu kurash deganimizda nuqul bir jang maydoni emas, bilim, ma'rif deb tushunsak bo'ldi. Polshaliklar yakın zaman tarixidagi eng cho'ng bir örnek. To'g'ri. Masalan, ularga o'zining shu tarixida qarasak, qurolliq kurash qilg'ili bo'lgan vaqtlarda ular qurolliq kurash qilgan. Ammo dushmani o'zining natijasi kuchli. Qurolliq kurashning bedeli favqulodda og'ir ahvol ostida ular darhol taktikasini o'zgartib, ya'ni pa'dini o'zgartib, ya'ni o'sha universitet maydoniga kirishning orqa ko'rinishi mushu. Yani siyasi yoki qurolliq kurash bilan maqsadga yetamagan vaqtda darhol madaniyat, ma'rif yo'lini tutishning kelgusida fursat bo'lgan vaqtda yana qayta o ishni qila oladiganligi bir asos solish ekanligini ular tushunib yetibdi ekan. Biz hech bir zaman buningdan bo'shashqani yo'q. Masalan bir narsa menga bek ta'sir qildi. Chunki chet elda yana kitob bilan gaplashayotgan bo'lg'achqa biz hozir bir tarafdan chet elda 1 million qadar Uyg'urlar deyapmiz. Gerçi son aniq bo'lmasa-mu, hech bo'lmasa 5-600 ming Uyg'ur borligi aniq. Ama çıkıvatqa Uyg'urcha kitoblarning setilishini o'ylasak bek echinishli hamdi. O sonli ig'izdan chiqarishini xijildi. Mesela shuningda bir nima? Şu ma'rif materiallari, ya'ni matematika, fizika, kimya degandek ma'rif materiallar besilib, setilib ulgurmaydi. Şu davrning o'zida. Şu davrning o'zida deyiladi. Biz buni o'zimizga selishib baqlaymiz. Bu vaqtda taqsimlar tez. Shu. Amaliyotda Allah bir musulmon qavmdan agar erkinlikka erishmoqchi talab qilgan narsasi taqatının yetişçi qanchalik tirishchanlik ko'rsatdi mu'minlat deb o'ylaydi deb tushunaman. Chunki Alloh Qur'oni Karim deganiga o'xshash biz taqat yetmaydigan ish taklif qilmaymiz. Buning yana bir ma'nosi, agar u millat taqati yetadigan barliq ishlarni vaqtida qilmasa, o vaqtda uning nijotlik kelmaydi degan gap. Unda biz chetlarda zodi buni qanchalik qila oldik? Kimligimizni, dinimizni, madaniyatimizni qo'g'dash uchun zodi qanchalik bedel to'layoldik va tirikchilik ko'rsatamiz degan bu savol, bu kitob bizga qo'ydigan nihoyatda ig'ir bir savol. Masalan, meniki Polshaning xoni, podshohi, oxirgi podshoh so'z kerak bir yig'ilishda so'z qildi. Masalan, hozir ketayotgan vaziyat, hozirgi ahvoldan qaragan chog'da bizniki bir mustaqillikka erishishimiz, qutulishimiz mumkin emasdek ko'rinyapti. Ammo kelajakda quriladigan davlatning ismi Polsha bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yashaydigan millatning ismi Polshaliklar bo'ladigan bo'lsa, arziydi. Buni bizning ko'rishimizning zaruriyati yo'q deydi. Bu bir ruh aslida. Shundoq.
Bu yeni bir dikkat çekici nokta. Bu asasen yani erler, köp kısım erler sürgün kılındı. Shunda Başka bir yer. lager mesela sürgün kılındı. Erler bek az kap kaldı. Ama ayollar asasen rolünü yokutup koymayı. Hem ailesi geç koydu, hem neçil bir danışvatkan, aşı mağribini üzü doğallaştırdı. Yarası mektepleri, yakın uçtan Rus'un rolda ayolların rol hakikaten çok. Ayollar kattı bu iş kalmaydı bunun da. Hazır dep ötümüz Nobel mukafatı geçken Köroğlu Hanım'dan bunun tipik örneği misal. Şirketim yani. Şirketim bir emez. Yani demek bu üniversitenin hakikaten yani Uçan Üniversitesi'ndeki gayri resmi bolsunma. Yani ular nispeten nurgun sistemlik mumtuzun mağribı iyi opalın kökü süpürdü. Hem onu qanday bir narsani es qila olamiz desa, mesela Curie Hanım şu ma'rifda yetilgan eng yüksek bir pallaga yetgan vakillarining biri deb qarasak bo'ladi. Ammo uning ichida Nobel adabiyot mukofotiga erishgan bir qancha yozuvchi bor. Romanlar. Şu vaqtda şu romanlarni yozgan, Nobel adabiyot mukofotiga erishgan, ya'ni şu ma'rif ularning dunyoviy saviyaga odamlarni yetishtirib chiqqan. Bu ma'rifning rolini buni qanday bilalaymiz desa, bayon Abdulaziz Hojim degandek, şu vaqtning o'zida rolini ko'rsatmasligi mumkin. Ama hozir biz chet elda bu mücadelede, bu davada barliq dava odamlari eng qaqshavatgan masala nima? Odam yo'q deyapti. Ya'ni sapolik, iqtidorlik, vazifa topshirsa ado qiladigan odam yo'q deyapti. Bu odam amaliyotda şu ma'rifdan yetilib chiqdi. Hozir biz o'xshash masalaga duch kelyapmiz. Bir vazifani topshirilganda voyaga yetkazib sifatli qiladigan odamlarimiz nihoyat oz. Ammo voqea oladigan, to'g'ri oladigan kishilarimiz ko'p. Agar bizning ma'rifimiz baldurdan boshlab shunday oilalarda shunday shakllangan bo'lsa, albatta nurg'un sapolik odamlarimiz yetishgan bo'libdi. Ammo yana kechikmaymiz deb o'ylayman. Masalan bu nimani so'zingni bildim. Gap masalan biz polshaliklar haqida gap qilayotgan chog'da masalan Uyg'urlarning orasida mayli erlar, mayli ayollar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, taqdirlashga arziydigan yani nurg'un esil odamlar chiqig'liq. Ammo polshaliklar bilan selishtirg'ili olmaydigan bir tarafi polshaliklarda yuqorida deb o'tildi. Bu erqi millatchi, bir butun millat holatida kurashchilarga aylandi bular. Shunday. Ama bizning Uyg'urlarda falani bag'i, pokoni bag'i to'g'ri bor. Yetarlikmi desa yetarlik emas. Biz qaqshavatgan nuqta ma'lum. Tamamen yo'qligidan emas, ya'ni xato tushunish bo'lib qolmaslik uchun to'g'ri. Askartish lazım. Yani bir yerde polshaliklar sen biz emas, yoki cho'qim mening o'rnimga boshqa birisi qilib qo'ydi emas. Cho'qim men bu millatning a'zosi bu sifatim bilan biz uchun nima qila olaman degan biz ro'y uchun asosan hozir deb o'tildi. 7 yosh 70 qishcha hammadan kurashga otilganlar hamda. Yani biz üçün, Polşa biz bir, biz yani biz üçün ben nima qila olaman. Üzünü aldı bilan mush millat uchun nima xizmat qila olaman degan a ruh bilan kurashga otilganlik. Agar sen biz bo'lganki yoki sen men bo'lganliklar kechlang'u va nurg'un qayamqancha kelib chiqadi. Shuning biz ro'yi haqiqatan bu yerda muhim. Polshaliklar o'zining kurash jarayonida bu ruhni ya to'liq aks ettirib keraklik. To'g'ri. Hozir bunda bir savol keldi Allohga. Balki buni o'qiganlar bunda o'ylab qilishi mumkin, o'qib bo'lgandan keyin. Yani bu polshaliklar şu Polşadan ibaret bir ortak coğrafyada yaşayalıqanlığı üçün anadaki bu mağaribini şekillendirilgen, üzünün o'qituvchilari kelgan, o'quvchilar bir yerga yig'ilgan. Ammo hozir biz chet elda taraf-tarafga nurg'un davlatlarga chechilib ketdik. Coğrafiy jihatdan tarqoq holatda yashayapmiz. Unda da biz qandaymi unda bir ma'rifni barpo qila olamiz deb so'rashi mumkin. Buni masalan biz bu kitobga bog'lab nima deyishimiz mumkin? Masalan, biz agar vatanimizning sharoitida tahlil qilgan bo'lsak, masalan kitobdagi ahvollarni yer osti universitetining ko'chishi, pidakor o'qituvchilar, pidakor ota-onalar bu nuqtadan qarasak masala boshqa edi. Ammo chet elda nihoyat yaxshi yaratib berilgan bir sharoit bor hozir. Bu ilmda ig'ir talab yo'q bo'ladi. Shu o'qib bilan bilsang, o'rganib bilan bilsang bo'ladigan bir sharoit bor hozir. Hammadan o'zimiz turayotgan davlatlarda o'qiy olamiz. Kuchimiz yetsa texnik ilg'ariyalar keta olamiz. Hech kim to'smayapti hozir. Hozirgi masala dal polshaliklarning aksicha o'qig'ili unutmayapmiz biz. Hozir yaxshi o'qimoq. Masalan, bolalar qanday o'qiydi desa, yaxshi o'qiydi dedi. 1-sinfdan 4-sinfgacha imtihon olmaydigan bir davlatda deyilayotgan gap ma hozir. Turkiyani ko'z tutib deyapti. Sen bu bolalarni yaxshi o'qib, o'qimaganda to'liqsizga to'liq o'tirg'i chiqqanda ko'rsa, ras yaxshi o'qiyaptimi yoki o'qiyotmayaptimi? Onun üstüne hozirgidek bir internet taraqqiy qilayotgan digital o'rtam yoki digital muhit shunda hamma yerda umumlashayotgan bir paytda
ma'rif yoki o'qiydigan yoki materiallarniki oz bo'lishidan qaqshashni aytib bir bema'nilik bo'lsa kerak. Men hozirgidek mush sharoitdan foydalanib bu ma'rifni yaxshi yapman deb qarayman men. Hozirgi chet eldagi bizning dardimiz polshaliklardek yer osti universitet qurish anda bir nimamiz yo'q. Vatanning ahvolini tushunish, o'zimizning sharoitini tushunish, nishonga yetish uchun qanday ruh talab qilinadi, buni bilish uchun kerakli. Ammo chet elda hozir tayyor maktablar bor ekan, yaxshi o'qiydigan sharoit bor ekan, biz buning qadrini nechasi yaxshi bilib, a kundan qutulgan bir grup insonlar bo'lish sifatimiz bilan texmi yaxshi o'qib, texmi yuksak natijalarni qo'lga keltirib, bu qildigan ishlarimizni loyiqida, tegishlik talabga loyiq qila oladigan bir qo'shin shakllantirish eng ta'xirsiz bir masala aslida. Bizdan yana bunday savol tug'ilishi mumkin. Biz yashayotgan davlatdagi ma'rif hammasi shu davlatdagi asosiy millatning ideologiyasi yoki shuni aks ettirgan bir ma'rif. Endi bizning tilimiz, hatta ba'zi davlatlarda dinimiz, tariximiz, madaniyatimiz, kimligimizga munosabatlik ma'rif mazmuni yo'q. Endi bunday ahvolda biz kimligimizni saqlab qolish uchun masalan nima qila olishimiz mumkin? Shuni men shuni o'ylab qoldim. Mesela hazır biz belki hazır adı degandek hazır internet dünyasını paydalanıp durup özümüzün edebiyatını, Uygur tilini, tarixini, medeniyetini derslik şekilde sözlep çıkaralışımız mümkün. Ama ahir hesapta meyli bu ma'rif mahsulotlarını qancha işlep çıkarılıyor ben bir yerde demek şu anlarsa. Her bir atağını da şu polçılık atağınlığı okşaş, şu yüksek mesuliyetçilik, şu uygaklık bulmadıkça biz bunu meyli qanchalik mahsulotni ishlab chiqaraylik. Uyda kel balam mani birga ko'raylik demasa, ma kitobni birga o'qiylik demasa, yana bu mahsulotlar yana shu shkaflarda, shu to'rda ko'rmay qolaverdi. Masalan, men ba'zi YouTube'dagi Uyg'urcha nihoyatda chiroyli o'qilgan Uyg'urcha hikoyalar bor. Shularning anglanish soni qarab baqsam, 1000-2000 atrofida. Shuni anglagan bo'lsa, to'liq anglagan bo'lsa, bir besib qo'ysa chiqadi-ku ham bu yerda. Mesela bunu biz bir taraftan 5-600 bin Uygur bad edip durup, hemimiz ballarımızın kimliki Uygur, kimliki İslam, Müslüman bu iş terbiyelerimizle edip durup, anlamatkan hikayeler, Uygurca kitabının istimali diyeler, bu kadar tüven olsa, o vakitte biz bu devayimiz ya ki, kançılık rastlık hakkında bir oyunluk baksak oldu. Ben ahir hesapta ben deyim, chet eldeki aile marifida bayan degandek to'g'ri biz polshalikdek bir yerga kelib maktab qila olishimiz qiyin bo'lishi mumkin. Balki ba'zi davlatlarda agar yarbasi qila olishi mumkin. Ammo hozir mavjud holatda biz butunlay chechilonga o'tirayotgan bir chog'da butun yuk ota-onalarga tushadi. Butun yuk ota-onalar, ana tildan savob chiqarishi lozim. Dadalar nazorat qilishi lozim. Oilada ko'p vaqtini ballardan o'tkazishga alayda diqqat qilish lozim. Shunda qilmag'icha bu o'zligidan bo'lib qolmaydi bu. O'zligidan bo'lib qolmaydi. Bu bizning bolalarimiz o'zligidan vatanparvar, millatparvar, dinparvar bo'lib qolmaydi. O'sha bu ishni ochiqchi shu ota-onalarning safosida va uyg'onishida deb o'ylayman. Shu hozirgidek har qanday sharoitda 7 yoki 24 soat uchurga erishadigan hamma tarafda uchurlar bor, bilim bor, ma'lumotlar bor bir mezgilda. Qanday qilamiz undaq bu ma'lumotni bilimni nimaga ishlatamiz degan savol tug'ilishi mumkin tabiiy holda. Hozir siz deb o'tganingizdek oldi bilan bir dardimiz bo'lishi kerak. Bizning dardimiz Sharq Turkiston, yani bizning vatanimiz. Agar shu vatanimiz uchun shu bilimlarni agar yaxshi foydalansak, lekin buni unum bo'lib qilish mumkin. O dard bo'lmay turib, o ishimizda aşk yoki sevgi bo'lmay turib, o bilimni joyiga yoki ishlatishimizni sal ta'sir etgandi. To'g'ri. Hurmatli qarindoshlar, hozircha bu shunchalik bu kitobni o'qishda paranjib turaylik. Hammalarga ko'p rahmat.